Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, bugun 6-chi onlayn darsimiz. Bugungi onlayn darsimiz axborot resurslari va ulardan biznes tadqiqotlari va biznes tahlilida foydalanish degan mavzuga bag'ishlangan. Mavzumiz ikkita savoldan iborat. Birinchi savolimiz axborot resurslari va ulardan tadqiqotlarda foydalanish. Ikkinchi savolimiz ma'lumotlar bazalari, ilmiy bilim bazalari. Birinchi savolga o'tamiz. Axborot resurslari va ulardan tadqiqotlarda foydalanish. Axborot resurslarini tushunchani ochib beramiz. Axborot resurslari bu ilmiy, statistik, texnik, iqtisodiy va boshqa turdagi ma'lumotlar jamlangan manbalar bo'lib, tadqiqotlarda asosiy dalil va tahlil manbai hisoblanadi. Axborot resurslarining turlari. Foydalanishga ko'ra, bu bepul axborot resurslari hamma uchun ochiq, ro'yxatdan o'tish yoki oddiy ro'yxat bilan foydalaniladi. Google Scholar bu ilmiy axborot qidiruv tizimi, ya'ni u orqali ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, kitoblar, konferensiya materiallari va ilmiy hisobotlarni topish mumkin. Qisqa va aniq ta'rif bersa, Google Scholar bepul va ochiq ilmiy qidiruv platformasi, tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan. Google Scholar nimalarni qamrab oladi? Bu ilmiy maqolalar, magistrlik va doktorlik dissertatsiyalari, ilmiy jurnallar, kitob va kitob bo'limlari, konferensiya tezislari. Google Scholar xususiyatlari bu bepul foydalaniladi, ochiq manbalarni ko'rsatadi, iqtiboslar sonni ko'rsatadi, turli nashriyotlar bilan bog'lanadi. Google Scholar tadqiqotlarda ahamiyatlari ham bor. Bu ilmiy adabiyotlar shahrini tuzishda ahamiyati bor. Mavzu bo'yicha eng ko'p iqtibos qilingan ishlarni topishda foydalanish mumkin. So'nggi ilmiy tadqiqotlarni aniqlashda ham foydalanish mumkin. Google Scholar o'zi maqola saqlamaydi, balki bepul maqolalarga to'g'ridan to'g'ri havola beradi. Pullik maqolalarning annotatsiyasini ko'rsatib beradi. Endi ikkinchi turiga o'tamiz. Wikipedia. Wikipedia bu bepul va ochiq onlayn ensiklopediya bo'lib, faqat boshlang'ich umumiy ma'lumot olish uchun foydalaniladi. Wikipedia nega faqat boshlang'ich degan savolga javob berishimiz mumkin. Bu maqolalarni izlagan foydalanuvchi tahrirlashi mumkin. Ilmiy ekspertiza doimiy emas bu yerda. Ma'lumotlar ba'zan to'liq yoki aniq bo'lmasligi mumkin. Qachon foydalanish mumkin Wikipediyada? Endi mavzu bilan tanishish olish uchun asosiy tushunchalar va terminlarni bilib olish uchun foydalanish mumkin.
tadqiqot yo'nalishini aniqlashda foydalanish mumkin Wikipediyada. Wikipedia qachon foydalanish mumkin? Yana ilmiy ishda asosiy manba sifatida dissertatsiya, maqola va kurs ishlarida havola berish uchun ham. Endi to'g'ri yondashuv uchun bitta narsani bilish kerakki, Wikipediyaga kirganda manbalar bo'limiga kirish kerak, keyin rasmiy ilmiy maqolalarni ham ko'rib chiqish kerak. Shu yo'l bilan ishonchli manbaga chiqiladi. Shuning uchun to'g'ri yondashuv bu Wikipedia, keyin manbalar bo'limi, rasmiy ilmiy maqolalar bo'limida o'tish kerak. Shu yo'l bilan, yana aytaman, ishonchli manbaga chiqiladi. Status. Bu O'zbekiston statistikasi. O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy, demografik va moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha rasmiy, bepul va ochiq statistik ma'lumotlarni taqdim etuvchi davlat axborot resursidir. Statusda qanday ma'lumotlar bor degan savolda javob berish mumkin. Bu aholi soni va demografiya, iqtisodiy ko'rsatkichlar, inflyatsiya, ish haqi, ta'lim va sog'liqni saqlash statistikasini statusdan olish mumkin. Sanoat, qishloq xo'jaligi, savdo bo'yicha ma'lumotlarni topish mumkin. Hududlar kesimdagi statistik ma'lumotlardan ham foydalanish mumkin statusda turib. Status tadqiqotlarda ahamiyati shunaqaki, rasmiy statistik tahlil qilishda dinamik qatorlar, bu yerda bu yillar bo'yicha solishtirish tayyor, hududlar taqqoslashi bor, grafik va jadval tuzishda ma'lumotlarni u yerdan olish mumkin. Afzallik bu rasmiy va ishonchli manba status, bepul foydalanish mumkin har doim statusdan. O'zbek, rus va ingliz tilida status mavjud. Cheklovlari ham bor. Ba'zi ma'lumotlar kechikib yangilanadi. Chuqur tahlil emas, xom statistik ma'lumotlarni beradi. GSDOR asosan bu gumanitar, ijtimoiy fanlar va iqtisodiy yo'nalishidagi ilmiy adabiyotlarni taqdim etuvchi pullik va yopiq axborot resursi. GSDOR nima o'z ichiga oladi? Nimalarni? Bu ilmiy jurnallar arxivi, ilmiy maqolalar, bu kitoblar va kitob bo'limlari mavjud. Tarixiy ilmiy materiallar ham GSDORda topish mumkin. GSDOR tadqiqotlarda qanaqa ahamiyatlari bor? Bu yerda tadqiqotchilar nazariy asos va adabiyotlar shahrini tuzishda foydalanishi mumkin. Tarixiy va fundamental tadqiqotlarni bu yerdan olish mumkin. Gumanitar va ijtimoiy fanlar bo'yicha izlanishga ham yordam qiladi. Afzalligi shundaki, chuqur va ishonchli ilmiy kontent hisoblanadi. GSDOR eski va klassik ilmiy ishlar mavjud. Bu yerda sifatli tahrirdan o'tgan materiallar
ham bu yerda bor. Cheklovlari ham bor. Gestor bu pullik. Bu yerda obuna bo'lish kerak. So'nggi yillardagi maqollar ham bo'lishi mumkin. Elsevier bu nashriyotga tegishli ilmiy maqolalar va kitoblar bazasi. Sensiz direkt tabiiy fanlar, tibbiyot, muhandislik va ijtimoiy fanlar bo'yicha pullik va yopiq ilmiy axborot resurslar bo'lib, tadqiqotchilar uchun yuqori sifatli maqolalar taqdim etadi. Ko'pincha tadqiqotchilar Elsevierdan foydalanadi. Bu o'z ichiga ilmiy jurnaldagi maqolalarni, kitoblar va kitob bo'limlarini, konferensiya materiallari va o'tgan tadqiqotlarni oladi. Bazasidan topish mumkin tadqiqotchilarda. Ham Elsevier tadqiqotchilarga ilmiy maqolalarni topishga, tahlil qilishga yordam qiladi. Tadqiqotchilar so'nggi tadqiqotlar bilan tanishish mumkin. Eksperimental va nazariy ishlar uchun asos bo'ladi. Bu yerda tadqiqotchilar va biznesga ishlagan tadbirkorlar ham foydalanishi mumkin. Elsevierni cheklovlari ham bor. Albatta, bu pullik. Bu yerda obuna talab qilinadi. Barcha maqolalar bepul emas. Springer Link. Bu nashriyotida tegishli ilmiy maqolalar, kitoblar va konferensiya materiallari bazasi. Springer Link tabiiy fanlar, texnika, tibbiyot va ijtimoiy fanlar bo'yicha pullik va yopiq ilmiy axborot resursi, tadqiqotchilar uchun sifatli va ishonchli materiallarni taqdim etadi. Springer Link bu ilmiy jurnallar, maqolalar bazasi, kitoblar va kitob bo'limlari mavjud bu yerda. Konferensiya tezislari, yana o'tgan ilmiy ishlar mavjud. Tadqiqotlarda katta ahamiyati bor. Springer Linkni ilmiy maqolalarni topish uchun va tahlil qilish, so'nggi ilmiy natijalar bilan tanishish, nazariy va eksperimental tadqiqotlarda asos sifatida foydalanish uchun yordam qiladi. Endi Springer Linkni afzalliklarini va cheklovlarini o'rganib chiqamiz. Afzallikka yuqori sifatli va ishonchli manbalar kiradi. Dunyo miqyosidagi ilmiy ishlarni qamrab olishi kiradi. Ilmiy ekspertiza bo'lishi ham afzalliklarga kiradi. Springer Linkni cheklovlari bu albatta pullik, bu yerda obuna talab qilinadi. Ba'zi maqolalarga faqat qisqacha tavsiflar bergan.
Ko'pincha amaliyotda statistadan tadqiqotchilar foydalanadi. Bu turli sohalar bo'yicha statistik ma'lumotlar, grafiklar va tahlillarni taqdim etuvchi pullik va qisman bepul axborot resursi biznes va ilmiy tadqiqotlar uchun ishlatadi statistani. Statista nimalarni o'z ichiga oladi? Bu iqtisodiy ko'rsatkichlar, bozor va sanoat statistikasi, iste'molchi va demografik ma'lumotlar, informatika va boshqa ma'lumotlari bor. Mamlakatlar va sanoatlar bo'yicha solishtirilgan ma'lumotlar ham mavjud. Statista tadqiqotlarda ahamiyati bu bozor tadqiqotlarini va biznes tahlili, trend va prognozlashni aniqlash, grafik va vizual ma'lumotlardan foydalanish. Statista afzallikli, tez va qulay statistik ma'lumot, vizual grafiklar va diagrammalar bilan ishlash imkoniyati, dunyo miqyosidagi statistika mavjudligi ma'lumoti. Cheklovlar ham bor. Ko'pchilik ma'lumotlar pullik, bu yerda obuna bo'lish kerak. Ilmiy maqolalar emas, asosan bu yerda statistik tahlillar mavjud. Statista pullik axborot resurslari afzalligi shundachi, u yuqori sifatli tekshirilgan ilmiy maqolalar bazaga mavjud, xalqaro indekslangan manbalar ham mavjud. Kamchiligi ham bor. Statista kamchiligi bu asosiy qimmatligi, har doim ham hammaga ochiq emas. Statista ma'lumoti. Endi hozir biz axborot resurslarini birinchi turlarini ko'rib chiqdik. Endi ikkinchi turi kirish darajasiga ko'ra axborot resurslarini turi. Bu yerga birinchidan ochiq axborot resurslar kiradi. Ommaviy foydalanish uchun mo'ljallangan. Maxfiylik talab bu yerda qiladi ochiq axborot resurslariga. Misol, ochiq statistika ma'lumotlar bu yerda bor, ochiq ilmiy maqolalar, davlat ochiq ma'lumotlar portallari mavjud. Yopiq axborot resurslarida faqat maxsus ruxsat bilan parol, obuna yoki tashkilot orqali kirish mumkin. Misol, yopiq axborot resurslariga universitet ichki bazalari kiradi, korxona hisobotlari kirish mumkin, maxfiy statistik ma'lumotlari ham kirish mumkin. Tadqiqotlarda axborot resurslaridan foydalanish bu ilmiy tadqiqotda axborot resurslari quyidagilar uchun ishlatiladi. Muammo dolzarbligini aniqlash uchun uni foydalanish mumkin. Ilmiy adabiyotlar sharhini tuzish uchun, statistik tahlil qilish, nazariy asos yaratish uchun, taqqoslash va prognozlash uchun
tadqiqotlarda axborot resurslaridan foydalanish mumkin. To'g'ri foydalanish qoidalari bo'ladi. Manbaning ishonchligini tekshiradi. So'nggi yillardagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin. Bir necha manba solishtirish mumkin. Plagiatdan qo'shish, havlo berish shart bu yerda. Rasmiy va indekslardan manbalarga ustunlik berish ham kerak bo'ladi. Biz sizlar bilan eng asosiy savollarni ochdik. Birinchi savolimiz, qanaqa axborot resurslari hozir mavjud? Ulardan qanday foydalanish kerak? Yana ma'lumotlar bazalar bo'yicha gapirdik, ilmiy bilim bazalarini ochib berdik.